Assalomu alaykum azizlarim. Bolalar bir kunlik uyqu me'yorlari bilan sizni tanishtirib o'taman. Yangi tug'ilgan chaqaloqlar 3 oylikgacha bo'lgan chaqaloqlar, ya'ni bir kunda 14-17 soat uxlashlari kerak. Chaqaloqlar 4-11 oylik bolajonlarimiz 12-15 soat uxlashlari kerak. Kichkintoylar 1-2 yosh bolajonlarimiz 11-14 soat uxlashlari kerak bir kunda. Bolalar 3-5 yoshli bolalar 13 soat. Kattaroq bolalar, ya'ni 6-13 yoshli bolalar 9-11 soat uxlashlari kerak. O'smirlar 14-17 yoshdagi 8-10 soat uxlash kerak ekan. Uyqu nafaqat jismonan, balki bolalarda o'sha aqliy qobiliyatlarning ham rivojlanishiga olib keladi. Uyqu me'yorlarida doimiy yaxshi bo'lsa, bolajonlarimiz sog', salomat bo'lib o'saveradilar.